Hoy. Voy! Nima qilganingiz bu? Sindirdingiz-ku. Aynan ushbu holat Namangan viloyatidan Qamchiq dovoniga chiqish yo'lidagi vazn parametrlarini nazorat qilish punktida sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga oydinlik kiritish maqsadida aynan hodisa sodir bo'lgan kuni navbatchilik qilgan hamda voqeaga shaxsan guvoh bo'lgan tarozi mutaxassisiga yuzlandik. Bu haydovchi aslida ikkinchi marta o'tishi edi. Tarozidan birinchisida perigruz chiqqan tezlik hisobiga. O'shanga biz postga xabar berib, haydovchini orqasiga qaytartirdik va ikkinchi marta o'tish jarayonida haydovchi tarozi shiftiga shikast yetkazdi. Men tarozi shiftiga shikast yetkazdiz, uni to'g'rilab qo'ying degan vaqtimda u hech narsa qilmaydi dedi. Keyin borib shiftni to'g'rilab tikkalab qo'ydi. Ichkariga kirib kompyuterga qaraganimda tarozi ishlamayotganini ko'rdim. Bu haqda o'zimizning mutasaddi xodimlarga xabar berdim. Men chekkaga qadar yuryapman, o'qqa ham bosyapman liniyani betonga qadar. Ba'di уже 1 metr oshiqcha qolib ketyapti. Haydovchi tomonidan shikast yetkazish natijasida tarozi uskunasi nosoz holatga keltirilgan. Ushbu holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga topshirilgan. Bu turdagi nazorat ishlarini amalga oshirishdan asosiy maqsad yo'lning sifatli saqlovi hamda harakat xavfsizligini ta'minlashdir. Biroz ko'proq daromad qilaman deya yo'llarda belgilangan me'yordan ortiq bo'lgan yuklar bilan harakatlanib, siz ham yuqoridagi kabi ko'ngilsiz holatlarga sababchi bo'lib qolmang. Millar esa voqealar rivojini kuzatib boradi.